Assalomu alaykum demak hammaga. Demak bugun 9-sinf matematika imtihoni biletlari 8-bo'lim trigonometrik ayniyatlar mavzusiga doir biletlarni yechimlarini qilishni davom ettiramiz. Demak bugungi mavzuda trigonometrik ayniyatlar mavzusida nimalarni bilishimiz kerak. Demak asosiy bilishimiz kerak bo'lgan ayniyatlar, choraklar, funksiyalar, trigonometrik funksiyalarning ishoralari va qiymatlarini bilishimiz kerak bo'ladi. Xo'p, ayniyatlardan asosiylari birinchisi, demak sinus alfa kvadrat plus kosinus kvadrat alfa teng 1 ga. Ikkinchi o'rganishimiz kerak, bilishimiz kerak bo'lgan ayniyat tangens alfa teng sinus alfa taqsim kosinus alfa. Uchinchisi kotangens alfa teng kosinus alfa taqsim sinus alfa. Xo'p, asosiy bilishimiz kerak bo'lgan ayniyatlar mana shulardan iborat ekan. Xo'p, ana endi demak, xo'p, choraklarda xo'sh, demak mana bu 0, mana bu qismi pi taqsim 2, pi, 3pi taqsim 2 va 2pi. Xo'p, birinchi, ikkinchi, uchinchi va to'rtinchi choraklar. Xo'p, ana endi bu yerda sinusni ishoralarini qarab chiqsak, birinchi, ikkinchi, 3 va 4 choraklarda sinusni ishorasi, demak birinchi chorakda sinus musbat, ikkinchi chorakda ham musbat, manfiy, manfiy. Kosinusni ishoralari, demak musbat, manfiy, manfiy, musbat. Tangensniki, tangens alfaniki, demak musbat, manfiy, musbat, manfiy. Kotangens alfaniki, musbat, manfiy, musbat va manfiy. Demak bu choraklardagi mana shu trigonometrik funksiyalarni ishoralari. Xo'p, yaxshi, buni ham bildik. Xo'p, ana endi jadval. Xo'p, trigonometrik funksiyalarni qiymatlarini, o'sha burchaklardagi, burchak graduslardagi qiymatlarini bilishimiz kerak bo'ladi va buni jadvaldan foydalanib, yodlab, o'rganib qo'yasiz. Misollarni ishlash davomida men birdaniga o'sha qiymatlarni qo'yib hisoblab ketaman. Siz esa o'sha jadvalni takrorlab, o'rganib, yodlab qo'yasiz. Demak, misollarni, yechimlarni qilishni boshlaymiz. Mana bu o'rganganlarimiz bo'yicha hozir hamma misollarni, yechimlarini qilamiz. Demak, boshladik. Birinchi misolimizda, demak, kosinus alfani qiymati berilgan. Pi taqsim 2 va pi orasida bo'lsa alfa, sinus alfani qiymatini toping. Pi taqsim 2 va pi orasidagi chorak, demak, bunda bizda bo'ladi ikkinchi chorak. Ikkinchi chorakda sinusni qiymati musbat. Demak, hozir hisoblab mana shu chorakdagi sinusni qiymatini topamiz. Buning uchun biz birinchi o'rgangan ayniyatimizdan foydalanamiz, ya'ni sinus kvadrat alfa plus kosinus kvadrat alfa teng 1. Bundan sinus kvadrat alfani topadigan bo'lsak, 1 minus kosinus kvadrat alfa. Sinus kvadrat alfa teng sinus alfa teng ildiz ostida 1 minus kosinus kvadrat alfa. Demak, mana shu formulaga o'rniga qo'yamiz. Demak, sinus alfa teng 1 minus ildiz ostida 21 taqsim 5 ni kvadrati. Kvadrati. Xo'p, natija. Demak, 1 minus
21 taqsim 25 ayirma, demak 25 dan 4. Bundan plus minus 2 taqsim 5 chiqsa, ikkinchi chorak bo'lganligi uchun sinus alfani qiymati plus 2 taqsim 5 ga teng bo'ladi. Demak, plus 2 taqsim 5. Xo'p, ikkinchi misolimiz tahlili. Tangens 10, kotangens 10 ko'paytmasi plus 4 sinus 30. Yaxshi. Tangensni bilamiz. Tangens bizda sinus taqsim kosinusga teng. Demak, sinus 10 taqsim kosinus 10 gradus ko'paytirilgan. Kotangens esa kosinus 10 taqsim sinus 10 ga teng. Xo'p. Endi bu yerda qisqarishlar bo'ladi. Sinus 10 bilan kosinus 10 bilan qisqarib ketadi va mana bu ko'paytmamiz demak 1 ga teng bo'lib qoladi. Xo'p, plus demak 4 sinus 30. Sinus 30 da uning qiymati 1 taqsim 2 ga teng. Demak 4 karra 1 taqsim 2. Xo'p, biz hisoblashimiz kerak. 1 plus 4 bilan 2 qisqarib ketsa 2 qoladi. Natija 3 ga teng bo'ladi. Keyingi 3-chi misolimizda demak yana o'sha birinchi ayniyatdan foydalanamiz. Bu yerda kosinus alfani topishimiz kerak va qaysi chorakda? Minus 1 taqsim 2 yu 0. Demak, bu 4-chorakka mos keladi va 4-chorakda kosinusning qiymati musbat. Xo'p, kosinus alfani topish uchun ildiz ostida 1 minus sinus kvadrat alfa formuladan foydalanamiz. Kosinus alfa teng. Demak, 1 minus ildiz ostida 15 taqsim 4 ni kvadrati 15 taqsim 16. Bundan 1 taqsim 16 qiymat va plus minus 1 taqsim 4. Demak, 4-chorakda kosinus musbat bo'lganligini hisobiga 1 taqsim 4 deb javob beramiz 3-misolga. Keyingi 4-misolimiz tahliliga o'tamiz. 4-misolimizda xo'p, tangens 60 gradusni qiymatini bilishimiz kerak va mana bu yerdagi birinchi ayniyatga mos keladi. Minusni tashqariga chiqarsak. Demak, ildiz ostida 3 tangens 60 gradus minusni qavsini tashqariga chiqarsak sinus kvadrat 20 plus kosinus kvadrat 20 gradus. Xo'p, mana bu qavs ichi birinchi ayniyatdan 1 ga tengligi ma'lum. Ildiz ostida 3 ko'paytirilgan tangens 60 gradusda ildiz ostida 3 ga teng, minus 1. Demak, 3 minus 1 natija 2 ga teng bo'ladi. 5-misolimizda demak kosinus alfani qiymati berilgan. Sinus alfani qiymatini toping va bu pi va 3 pi taqsim 2 bizda demak 3-chorakka mos keladi. 3-chorakda sinusni qiymati manfiy. Yana birinchi ayniyatdan foydalanib misolni yechishga harakat qilamiz. Demak, xo'p, sinus alfani topish uchun ildiz ostida 1 minus kosinus kvadrat alfa. Demak, 1 minus 3 taqsim 5 ni kvadrati 9 taqsim 25. Bu yerda 16 taqsim 25 qiymat kelib chiqadi. Plus minus 4 taqsim 5. Xo'p, demak 3-chorakda sinusni qiymati manfiy. Demak, javobimiz minus 4 taqsim 5 ga teng bo'ladi. 6-misolimiz tahlili tangens 80 ko'paytirilgan kosinus 80 sinus 80 va plus 6 kosinus 120. Yaxshi. Tangens 80
degani demak sinus 80 gradus taqsim kosinus 80 gradus. Ko'paytirilgan, demak kosinus 80 sinus 80 gradus. Demak bu yerda qisqarishlar bo'ladi. Sinus sinus bilan, kosinus kosinus bilan qisqarib ketsa, demak buni qiymati 1 ga aylanadi. Plus 6 kosinus 120 gradus. Demak, plus 6 kara kosinus 120 gradusda minus 1 taqsim 2 ga teng bo'ladi. Hop, 1 minus, demak 3, natija minus 2 ga teng. 7-chi misolimizda, demak yana birinchi ayniyatdan foydalanamiz. Faqat pi taqsim 2 u pi orasi degani bu ikkinchi chorakka mos keladi va ikkinchi chorakda kosinusning demak qiymati manfiy, ishorasi manfiy. Yaxshi. Xo'p, demak kosinus alfani topish uchun 1 minus sinus kvadrat alfa formuladan foydalanamiz. 1 minus 51 taqsim 10 ning kvadrati 51 taqsim 100 ayirma 49 taqsim 100 ga teng bo'ladi va natija plus minus 7 taqsim 10 ga teng. Ikkinchi chorakda kosinusning qiymati manfiy, demak minus 7 taqsim 10 degan natijani to'g'ri javob sifatida olishimiz mumkin. 8-chi misolimizda, demak sinus kvadrat kosinus kvadrat. Bu bizda birinchi ayniyat. Ya'ni bu 1 ga teng. Xo'p, mana bu qismida sinus 45 gradus degani ildiz ostida 2 taqsim 2 ga teng. Demak, mana shuni hisoblab qo'ysak yetarli. Demak, 8-chi misolda 1 plus 5 ildiz ostida 2 ko'paygan, ildiz ostida 2 taqsim 2. Xo'p, ildiz ostida 2 ga ildiz ostida 2 ni ko'paytirsak 2 va qisqarishlar bo'lar ekan va 1 plus 5 ni hisoblasak natija 6 ga teng bo'ladi. 9-chi misolda pi taqsim 2 u pi bu bizda ikkinchi chorakka to'g'ri keladi va ikkinchi chorakda sinus musbat ishora qabul qiladi. Xo'p, 9-chi misolda demak sinus alfa teng 1 minus kosinus kvadrat alfa. 1 minus 0,6 ni kvadrati 0,136 ga teng. Ayirma demak 0,164. Bundan plus minus 0,8. Demak musbatini olamiz. 0,8 bizda javobimiz bo'ladi. 10-chi misolimiz. 10-chi misolda demak ayniyatdan foydalanamiz. Yuqorida biz kotangens va tangensni ko'paytmasi 1 ga tengligini isbotlab ketdik. Ya'ni bu yerda demak kosinus taqsim sinus, sinus taqsim kosinus bo'ladi va qisqarishlar bo'lib, mana shu ko'paytma 1 ga tengligi kelib chiqadi. 10-chi misolda demak 1 plus 12 ko'paygan kosinus 60 gradusda 1 taqsim 2 ga teng. Qisqarishlar demak 1 plus 6 natija 7 ga teng bo'ladi. 11-chi misolimizda minus pi taqsim 2 u 0 orasi degani bu 4-chi chorakka to'g'ri keladi va 4-chi chorakda kosinus musbat. Demak 11-chi misolda demak hisoblaymiz. Kosinus alfani topish uchun 1 minus demak sinus alfani kvadrat. Minus ildiz ostida 7 taqsim 4 ni kvadrati 7 taqsim 16 ga teng. Natijada 9 taqsim 16 bundan 3 taqsim 4 plus minus. 4-chi chorak va 4-chi chorakda kosinus musbat bo'lganligi uchun plus 3 taqsim 4 degan
natija kelib chiqadi. Keyingisida ifodani qiymatini toping. Demak, 2 ilzosti 3 ko'paytirilgan kotangens 30 gradusda ilzosti 3 ga teng minus n qavsini tashqariga chiqarib yuborsak, mana shu yerda hop nima hosil bo'ladi? Sinus kvadrat 140 plus kosinus kvadrat 140. Bu 1 ga tengligini bilamiz. Hop, mana bu ko'paytmamiz 6 ga teng. 6 minus 1 natija 5 ga teng bo'ladi. 13-misolimiz tahlili. Demak, bu yerda qaysi chorak so'ralgan? Pi 3pi taqsim 2. Demak, 3-chorak so'ralgan va 3-chorakda sinusni qiymati ishorasi manfiy. Demak, hisoblab qo'yamiz. Demak, sinusni topish uchun 1 minus kosinusni kvadrat. Mana bu qiymatni kvadrati, demak 25 dan 4 kare 6 24. Bu 1 taqsim 25 va javobimiz plus minus 1 taqsim 5. Ishora manfiy va natija minus 1 taqsim 5 ga teng bo'ladi. 14-misolimiz tahlili. Demak, mana bu ko'paytma bizda 1 ga teng. Nega? Chunki kosinus 40 taqsim sinus 40 ga teng. Kotangens 40 gradus. Bu yerda qisqarishlar bo'ladi va 1 ga teng bo'ladi. 1 minus 2 ko'paygan kosinus 120. Demak, minus 1 taqsim 2. Xo'p, demak, minusga minus plus bo'lib ketadi va 1 ga 1 ni qo'shib qo'ysak, natija 2 ga teng bo'ladi 14-misolda. 15-misolimizda pi taqsim 2 up. Demak, 2-chorak. 2-chorakda kosinus manfiy. Demak, formula bo'yicha hisoblab qo'yaveramiz. Kosinus alfani topish uchun, ya'ni kosinus alfani topish uchun 1 minus sinus kvadrat alfa. Endi mana bu qiymatni kvadrati 91 taqsim 100. Bundan 9 taqsim 100 plus minus 3 taqsim 10. Demak, javob minus 3 taqsim 10 ga teng bo'ladi. 16-misolimizda, demak, mana bu qismi 1 ga teng. Bu qismi esa 3 ilzosti 2 ko'paytirilgan ilzosti 2 taqsim 2. Demak, 1 plus 3 ni hisoblab qo'ysak, natija 4 ga teng bo'ladi. Demak, shu bilan mana 8-bo'lim trigonometrik ayniyatlar mavzusiga doir imtihon biletlari yechimlarini ham yakunladik. Foydali bo'lgan bo'lsa, bitta like bosib qo'yasiz. Hammaga rahmat. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.